araçlardan yopurilib kirgan soğuq shamol tanlarimga nashtardek urilib aromimni buzdi. Sarsam ko'nglimni qurg'oq bastirgan hasratlarim bilan kechich asralashib ko'zlarim texi yelili yumilgan edi. Manga necha minutlik taalluq bo'lgan uyqu malikalari shamol kirgan yo'chuqdan sho'ng'ib chiqib ketdi. Bir tash isib qo'ygandek ig'ir tenimni pastga ko'tarib o'rnimdan turdim. Yataqning sharqi temiga isib qo'yilgan mushuklarlik soat besib o'tgan har bir musofirga qayg'urayotgandek chikildab tilini tasti yutgan og'izlashmoqda. G'azan bo'lgan gul kishiga ichinish tuyg'usidan boshqa so'z ato qilolmaydi. Bu bir jumla so'zni qachon qayerda o'qiganligim aniq esimda yo'q. Ayni chog'dagi hisiyotim bo'yicha aytganda men mushu bir jumla so'zda aytilgandek qarashda edim. Lekin hozir undaq emas. Muhabbat ko'chasida tamtirab yurib, kichikgina savallikim tufayli soydagi tashdek qadr qimmatsiz bo'lib qolgan vaqtimda tomon bosgan qalbimda boshbahorning oltin quyoshdek porlab, hayotning juda shivriganlarga urilib, o'z sukutini yo'qotgan maylis chehrimga o'zining illiq nurini chashgan ashu yigitni, shundaqla farishta sifat xosiyat odamni uchratgan cheg'imdala g'azon bo'lgan gulga qarab, hamma odamning ichilmaydiganligini, faqat aşı içiniş tuyg'ularini mehr muhabbat yomg'iriga aylantirib, aşı gulga yog'dirdiganlarning borligiga ishondim. O'zim kichik, beshimdan issiq so'g'oqlar o'tmagashga, boshqalarning tunji so'yga o'shmaydi, ham ko'shmaydi deganlarga ishtiyoq bog'lab yurib ekanman. Mening aşı tunji so'yga uchun to'lagan o'rinsiz badallarim, g'azon bo'lgan qizlik g'ururim, odamiylik tuyg'um shuni tushunib yetdiki, hayot, turmush deganlar odamning o'ylig'indek uncha go'zal bo'lmaydi ekan. Muhabbat, sevgi deganlarga hamma odam o'xshash muomala qilib ketolmaydi ekan. Bugun shanba bo'lg'ashqimikin yotoqda hech kim yo'q edi. Kiyimlarimni yo'tkab, yuz ko'zlarimni yuvgandan keyin sirtqa chiqdim. Fevralning oxirgi kunlari bo'lishiga qaramay, ko'k qahridan qish chechaklari to'kilib turardi. Maktab bog'chasidagi yalang'och daraxtlarning shoxlari qo'nib olgan qushqashlar bir-biri bilan shox talishib, to'xtamay churuqlashatdi. Eg'izdagi g'o'r bilan tonglab ketgan qo'llarini isitib, top o'ynayotgan o'g'illar, boshlariga atirgildek chiroyli yung posm kiyib olgan jazbador qizlar, hammasi shu qadar baxtiyor ko'rinadi. Oshxonaga qanday kirib qolganligini bilmayman. Balkim qo'rsig'im ochgan bo'lsa kerak. Eshikdan kirishimga birining "Adel, qara, Rayla" degan ovozni anglab cho'chib ketdim. U ko'z oldimga shu hamon paydo bo'ldi. Uni ko'rmagan bo'lib o'tib ketmoqchi bo'ldim-yu, putlarim almashib ketib, uning ko'z jiliga qilib tushdim. "Birdan bo'lmagansan?" Quloq tubimda uning ovoz charog'lishi bilan tangla, kuchli bilaklari meni o'rnimdan yulab turg'izdi. "Yo'q." Bu bir ig'iz so'zni shunchalik zarda bilan aytdimki, shamoldek yugurdim. "Rayla?" Ko'nglim shunchalik yerim. Yoshlarim taramlab to'kilmoqda. Men chin aqidam bilan suygan bu yigitning meni xonavayron qilg'ini, bergan pok suygimning badaliga menga ato qilgan kulfat alamlarini qalbim hech unutmaydigandek emas. Buni qandoqmi unutib ketgili bo'lsin? Hayotda unutib ketadigan ishlar nurg'un. Lekin yurakning chunqur qatlamiga muhrdek besilib, bir umr unutib ketgili bo'lmaydigan ishlar ko'p. Bugun maktabning oshxonasida uni uchratishim bilan tang, azobliq o'tmish qalbimni asir qilib, azob hasratlar miskin yuragimni yana tatlashga boshladi. Men asli mehribon bir dadaning orzuli qizi edim. Dadamning aytib berishicha, opam men tug'ilib 1 yoshga kirgan yili o'pka kesili sababidan qazo qilgan ekan. Aqlimga kelgan yildan tortib dadamning tarbiyasi ostida cho'ng bo'ldim. Bundaq desam yolg'on bo'lmas. Dadamning ta bu kamgacha men qattiqroq vaqirganini esimga olmayman. Bechora dadam menga yetim anglik yegizmay, yetim eshik yegizmay, meni maishatli turmushda beqib cho'ng qildi. Dadam qassob bo'lib, mahalla to'qmishdagi üzüm daraxidan yasalgan yog'och kanarga so'ygan qo'ylarni esib, go'shtini sotadi. Dadam har qitim qo'y so'yganda men bir axlatim tutqizib, "O'rkiting qizim, o'rkiting" deb chivinlarni qo'g'lashga buyurdi. Men norozi bo'lgandek tumshuqni ushlab, do'msib turib olsam, dadam yirik qo'llar bilan budroq yuzimni silab, "Qizim, chivilarni o'rkitib etmasangiz go'shtni maynat qilib yutadi. Ular bek eski. Ondan maynat go'shtni yegan akadlar og'rib qolsa, bolalar yig'laydi emasmi?
Men dadamning gapini anglab, "Ma'qul, ular og'rib qolmasin, bolalar yig'lamasin" deb chivinlarni urkishga boshladim. Dadam ba'zida meni quchog'iga ilib, "Qizim, meni so'yib qo'ying" deganida, badindan kelayotgan xon go'shtining qonsiq hididan seskinib, "Yo'q, sen bek sesiq turaydi ekansan" deb quchog'idan yulqinib qochgan chig'imda dadamning chiroyining qizirib ketgani yilimi esimda. Odam kichik vaqtlarda to'limi aqlsiz bo'lar ekan. Ayni chog'da dadamning nima uchun qassoblik qilganligini, kim uchun sakbor bo'lganligini tushunib ketolmaydim. Hozir o'ylab baqsam, bola degan ota-onaga xushalliklardan ko'proq dard hasrat ato qilgan maxluq ekan. Ular bu dard hasratlarni quchog'ini keng ochib turib qabul qilishga rozi ekan. 14-sentabr mangu esimdan chiqmaydigan qabohatli bir kun. Oliy maktabga kelgandan beri meni qo'g'lashgan yigitlarni izchil rad qilib kelgan edim. 3 yil tep-tinch o'tib ketdi. 4-yilga, yana bu yilning 5-iga kelganda tasoddifiy bir fursatda mendan bir qaror yuqori sinfda o'qiydigan Odil bilan tanishib qoldim. Uning qaysi tarafini bunchalik yoqtirib qolganligimni o'zim bilmayman. Balki oshi jimg'ur mijazi, qop-qora ko'zlarini yoqtirib qolgan bo'lsam kerak. Ana shu kundan boshlab muhabbat ko'chasiga tunji qadamimni oldim. Yarim yil vaqt shunchalik baxtiyor o'tdi. Muhabbatning bunchalik tatli tuyg'ularini, odamga ato qilgan shirin hislarini dal shuningdan tiydigan edim. Uning menga bergan talay va'da qasamlari, sungan dasti gullari, yo'pirmoqdek tatliq pichirlashlari uningga bo'lgan hurmat ishonchimni oshirgan edi. Gohida u tug'ilgan kunimda sovuq qilgan kristal kuchukka qarab so'zlab, "Menga Odilakang chaqirib kir. Agar chaqirib akiralsam, sen kampit berma" deganlarimni saboqdoshlarim anglab kelib, meni sarang bo'lib satlab sanglik qilib kulishganda, menga osh kulgilarmi shu qadar tatliq tuyulib ketgan edi. 14-sentabr uning tug'ilgan kuni edi. Biz kech soat 7da maktabning oldida ko'rishib, bu kunni yolg'iz ikkimizla tabriklamoqchi bo'ldik. Men darsdan tushibla uni saqlashga boshladim. Lekin deyishgan vaqt to'shib necha soat o'tib ketgan bo'lsa-mu, u kelmadi. Oxiri telefon qildim. Telefonmi ilinmadi. Keyin yotoq binosini taqaydigan vaqt to'shib kelib, amalsizlikdan yotoqqa kirib ketdim. Yotoqqa kirib uzun o'tmay telefon jarangladi. Yugurib berib telefon trubkasini qo'limga elishimga quloq tubimda uning ovozi jarangladi. "Voy, Roylama?" "Ha, men seni shuncha uzun saqlasam kelmading. Telefoningmi ilinmadi. Shunga yotoqqa kirib ketgandim." "Abla, mening bir muhim ishim chiqib qolib kechikib qoldim. Hozir men cho'ng bozorning oldida darhol kela." "Qandoq bo'la?" Men sal tashvishlandim. "Nimani qanday bo'ladi deysa?" "Yotoq binosini sal turib taqaydi. Hozir chiqsam kiramayman. Uning ustiga maktabning darvozasini taqaydigan tursa." "Yotoq binosiga kirishning amalini qilsanglar, maktab darvozasidan kirish oson. Chiqmasang men qabul qolaman juma." "Ma'qul, men bir amalni qilib boqay. Ondan so'ng telefon qilay-ya." "Ma'qul, endi shunday bo'lsin, tezroq bo'lasan-a?" Telefonni qo'yib o'tishim bilan tangla saboqdoshlarim beshini ko'tardi. "Nima Rayla? Mushu kechda sirtqa chiqamsan adash?" "Ha, bugun uning tug'ilgan kuni, shunga." "Shundoq bo'lsa-mu, hozir soat 10dan oshgan tursa, uning ustiga hozir jamiyat tinch emas." Men do'stlarim oldida sal o'ng'aysizlangan bo'lsam-mu, yana Odilning gapini yig'ishga amalsiz qoldim. Yozliq ta'tilda yurtimga borganimda dadam kichik bir eshikka beg'imizda pishgan anjir qiyiqidan qachilab yo'lliq tutgan edi. Uning og'zini tex ochmagan edim. Tayyorligimni qilib olgandan keyin anjir qiyiqini ko'tardim-da, yotoq binosini boshqurgan ayolning yoniga tushdim. Mundaq ishtiyada balkim u qo'limdagi paqiraq eshikni ko'rib qolgan bo'lsa kerak. Gazirdek uzun tishlarini chiqarib yeydi. "Nemishdi? Tatmay davran singlim. Bugun birisining tug'ilgan kuni, shunga." "Ha, mush ishmidi? Kechira qolaman dang. Ish qilib, tong atqicha bir qitim kelsangiz bo'ladi. Navoda meni uyg'otmay qolsangiz, menga telefon qiling. Bu mening telefon nomerim." "Haras,
Maktabning aqtimida odam patqidek bir shuri bor. Qiynalmayli kira olaysiz. Amis shundoq bo'lsin, boshqalarga tunmang. Xo'shal o'ynab kelasiz-a? U gapini dab bo'lib, amis qo'lingnikini bermamsa degandek qo'limdagi eshikka tikildi. Rahmat ada, dedim uning eshigini tutqizib. Mavad uxlab qolsangiz telefon qilaman. Keynimga yinib bir do'stimning telefonini so'rab elib olgandan keyin maktabdan chiqdim. Yo'lning ikki chetidagi suz jilmayib turgan ko'cha chiroqlari, simtabir shamolning yelpichishi bilan tatliq shivirlayotgan yupurmoqlar, asfalt yo'lida signal chilib, quyundek ketayotgan mashinalar, ishqilib atrofdagi hamma narsa ko'zimga shu qadar sevimli ko'rinmoqda edi. Men jimjitroq bir joyga berib, Odilga telefon qildim. "Voy, sen nada? Men Royla." Telefondan uning mas'alas ovozi anglandi. Men Qizilgul diskoxonasida nekanvoy men seni saqlig'li. Odamni buncha taqozo qilmay shahla taksiga chiqib kelajinam. Ma'qul, hozirlab boray. Lekin sen maskansan-ku. Men mas bo'lsam ne bo'pti? Tug'ilgan kunim bo'lgandan ozroq ishdim shu. Do'stlarim zo'rlab turib qilmay. Amis shu yerda turib-tura, men hozirlab boray. Trubkani qo'yishim bilan tangla. Ko'nglimga bir vahima lipla qilib soy tashlab o'tib ketdi. Tova, dedim ichimda. U faqat ishmaydi-ku. Men bilmaydigan o'yinlarim bormi nima buni? Bo'ldilar. Ko'p o'ylamay. Do'stlarim so'lab turib oldi. Shuni ishdim dedi o'yna. Bir xil tashvish va tanglik ichida taksi to'sdim. Taksidan tushib turishimga u santirilgancha oldimda paydo bo'ldi. Ajab uzun kelding-a. Mashinadan chaq etilib ketmagan-da? Menga ishchi kirib o'tirmas. Ichida do'stlarim bor. U mening qo'limdan tortdi. "Yo'q, kirmayman. Men bundoqga kirib boqmagan. Sen menga tug'ilgan kunimni ikkimiz ayrim o'tkazamiz deganding-ku. Endi nima deb do'stlaring bilan o'tkazdigan bo'ldik? Qarg'ina atdinga. Kimga o'xshab qolding? İşçi kirsang yana ishkim kelib ketar qachon? Mendan chandang shunaqmi Royla? Ko'zingga sat ko'ringan bo'lsam, ketamsan. U qo'limni qo'yibdi. Yo'q, men undoq demoqchi emas. Lekin kiramsa, kirmamsa, unsiz uning ergashdim. Top bo'lib o'ynayotganlarning yovvoyi maymundek chiyqirashlari, yuqori ovozda quyilgan muzikaning g'aldir-g'uldirlari odamning miyasini sirqayardek chaqatdi. U meni oq tarafdagi bir o'ringa boshlab oldi. Pivo botilkalari va qalaymaqan tashlangan tamaki qaldiqi bilan to'shib ketgan aynak to'mpichkini, chaqmoq ko'ylak kiyib olgan taqirbash bir yigit bilan chechini kayniga tarib olgan o'riq bir yigit cho'rdab o'tirdi. Buçu, mening tumuchug'im, ismi Royla. Konuşib qilinglar. Odilning tanishtirishi bilan ular menga susli salom qilib boshlashdi. "O, ma tumuchqon, haqiqatan sap chiroyli qardosh. Nima ish qildi?" Men bilan bir maktabda o'qiydi. Ish qilib aklar maktabda bunday go'zal qizlar az juma. Qanday bo'lamdikan ya? Ha, bo'lmamdiki. Sening odaming bo'lgandikin albatta bo'ldi-ku. Ko'zing maltuni jimafkan deganlar. Taqirboshning tamaki isida kirilishib ketgan siyriq tishini chiqarib kulishi to'lim ko'rimsiz edi. Odilning meni har nimalarni deb to'xtamay sifatlab maqtashlari, orada bo'lishayotgan taq-tuqi gap so'zlarni sal ichi varang-churang bo'lsa-mu anglag'ili bo'ladi. Bularning gap so'zlariga oli yeshil chiroqlar yoritib turgan so'zsin chiroydagi ifodalarga qarab, meni sal vahima bosdi. Tova. Ajab gap qildi-ya bu Odil. Ya men do'kondagi mol bo'lmasam, maqtab xaridor sog'li. Nasli xudini bilmay shunda qilamdigandi ya. Xudoyim, ish qilib ko'ngliga insof berasa.
deb o'zimga tasalli berib, bu yerdan tezroq ketishni o'ylayotganimda, ular biroqli gupirlab o'rnidan turishdi. Mamduh balla. Shunday qilib qo'pandi. Qo'bar aylamamiz. Bu nas bosqurchaydan ketadiganimni anglab, ko'nglim pallida yurib ketdi-da, Adilga yondashdim. Qara. Bular mening yaqin do'stlarim. Bizni hozir kichik mashinada maktabga olib qo'ydik. Mening do'stlarim yaxshimikan? Ha, yaxshi. Yuramsa, mashinaga chiqamiz. Hashpashtigacha ko'z oldimizda qizil rangli kichik mashina paydo bo'ldi. Mashina men boya kelgan yo'l bilan emas, boshqa yo'l bilan ketib boradi. Mashina haydayotgan Taqirbash bilan uning hamroyi pat-pat kayni qarab, nimalardir deb pichirlashadi. Ular qarab meni surbesib ketdi. Badanlarim sust titraydi. Qo'rqinchim kuchaygan sari Adilga shuncha yepishdim. Lekin u ifodasizlik bir naqshiga g'ingshib o'tiradi. Shu tatki hissiyotimni hech tushundagandek emas. Birdan Taqirbashning ovozi qulqimga qish shamildek urildi. Oho, xon. Latk zar chekib, latag'lab bo'lib ketgan bir nimaga buncha choplishiyorcha bizdek manda qollar o'ynab turadigan shashbolliga quchoq ochmamsiz deyman. Nima? Bir menga pulat maqaqandek o'rnimdan chachrab turib ketdim. Quloqlarim bu mudish ovozini g'o'ngildab ketdi. Adil! Men uni chaqirgan chaldagi ovozimni toniy olmayapman. Tura, ular nima deyotdi? Sen rosar chikamsa? Bu rosmi? Men maktabga ketdim. Ularda mashina to'xtasin. Mashinani to'xtat, men ketaman. Ketma? Unda asos yo'q. Qaraganda sening xabaringga o'xshamamda. Adlaxon, ma bir nima ketman deydi-ku. Qarzni qaytaramsa ya? Men bosh degandek bo'lsin. Bu qilib qoldi aka. Nima? Sen bularni meni sotmoqchimi, Adil? Bu senmi? Meni sotma. Qarzini men to'lay bo'lamdi. Sen bu yo'l orqali to'lanasan. Pul bilan bir umr tipirlasangmi to'lab bo'lamaysan. Eng yaxshisi qarshilik bildimi? Seni baribir olaman. Norozi bo'lganda kim bo'ldi-ku? Hayvon! Nima? O'zimning uni nimalarni deb tilab yoqisini qanchalik siqqanini bilmayman. Qana qilamansa, shu boshqalar bir chek bak, hech nima bo'lmaydi degan chekchib xumor bo'lib qoldim. Kim pulib tugab qarz bo'lib qoldim. Chekkan tamakilarni mushlardan nesiga olgan. Endi hamma boshqa amal yo'q. Ma'qul degan bo'lamdi. Seni baribir olaman, bu rost. Hayvon! Sen o'g'il bolami? Bu gapi insonni qanday chiqdi? Uning qochtig'i netchini urib, yoqisini yana qamaladim. U yoqisdan qo'llarimni qayirib ajratib, chaqmoq tezligida mashinaning yana bir tarafidagi eshikdan tushib ketdi. Adil! Mening jonsiz ovozim mashina ichiga singib ketdi. O'zimni o'ngshab bo'g'icha Taqirbash chaqmoq tezligida mashinadan sakrab tushib, yenimga o'tdi-da, hamroyi qarab vaqirdi. Hey, mashina sayda tez bo'l. Nega? Soy tarafga. Ovozim uning go'shtik alqonlari ostida tunjiqib qoldi. Barliq ovozimni qo'yib berib vaqirmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, uning qo'lini ajratishga amalsiz qoldim. Mashina xeyli uzun mangandan keyin to'xtadi. Vaqira qanchoq? Endi vaqirmabsa? U aroqning ochiq busi kelayotgan og'zidan sho'lgaylarni cho'chirtib gülaydi. Atrof qop-qorong'u. Bularning meni nega ekanligini ilg'ib ko'rolmaydim. Beshim chinqilib,
Ağrıp tenlerim yaprakdek titreydi. Bularning maqsadi aniq bo'lg'achqa, qo'lidan qechib ketishga ko'zim yetmay, yalvurmoqchi bo'ldim. Jinim aka, sizning bu hadisingiz bordi. Meni qo'yib tamaqulmi? Men sizlar o'ylagandek qiz emas. Menda yalnız Xudoyimda yana. Meni qo'yib tamaqulmi? Yoshlarim yağmurdek to'kiladi. Jismim uning oldida yukingan. Yuragim uningdan shafqat tilayotdi. Ey, nega buncha qilsa? Ha? Amını bulduğun işi bu. Aranglarda her cuma günü dersin düşüpla, ayrıplan oturup, işkirgi verip, tenini setip, yaşamı keşke kayıp gelip, hiç iş bulmagandek okuyduğun kızlar mı çıkma? Acaba bu yalan mı? Ha? Yalan. Kim şundak deydi? Stadyum kızları tehmet kılma. Baldı bəs. Sen nemegi çalaqaysa, sarang. Sağ çıksan çıktın. Eğer sağ çıkmay kalsan, adil degan ishdan olasidan obdan hesab olaman. Qanday? O'zing chiroyliqcha bo'ysunamsa ya? Shu daqiqada vujudimga to'lib toshgan sirliq bir kuch bilan mashinaning eshigini ochdim-da, yerga sakrab badar qochdim. Hey, to'xta qanchoq. Seni baribir tutolaman. To'xta dedim. G'ayrat qil Rayla. Jismondagi barliq kuchingni ishga silib qoch. Bu mal'unning qo'lidan qochib ketsanlar, hech ish bo'lmaydi. Sen degan botir qiz, sening nozig'ing ruhi bor. Qalbim qaytadagi bir ruh menga madad beryapti. Afsus. Shuncha tirishgan bo'lsam-mu, kechikkan edim. Ko'z oldimda to'pichang o'riltib, osmondan tushgandekla paydo bo'lgan temir maxluq yo'limni to'sdi. Nishonimni burab bo'g'icha taqirbash mashinadan sakrab tushib, chechimdan qamolladi. Qop-qora chochlarim uning qo'llari orasida qilib, varaslab yulindi. U chechimni hayvonning nuqtasini tutgandek qamollab turib, meni zarda bilan yerga chittirib ustimga tashlandi. Yüzümge tekken qattiqmush zarbisida ko'zlarimdan o't yondi. Yirtilgan kiyimimni rahimsiz barmoqlar orasida qilib, omburda qisqandek og'riyotgan ko'ksimni qo'g'dash uchun jon jahlim bilan tipirladim. Ammo tirishchanliklarimning hammasi bekor bo'lib o'tdi. Ustimga mo'ldirdek yoqqan mush tepiklar, menimga chiqqan zahardek og'riq meni holsizlantirgan edi. Men reallik bilan tushib qo'yindilaylavatdim. Ana, eng chunqur ko'lchakka tushib ketib, qirg'oqqa chiqish uchun intilyapman. Biri mening beshimdan tutib suvga sho'ng'ityapti. Men dadamni chaqiryapman. Dadam qon yo'qib qolgan oppoq ko'ynikining yengini jengiga turib qo'yib, qo'y so'ydigan yo'g'on pishqini ko'tarib, kimnidir qo'g'lab vaqirayapti. Ben endi qo'y so'ymayman. Odam so'yman, odam. Yaman qanjiqkan Juma. Bekor tirkashmabsa. Hozirgi jamiyatda senda qizlar asli bo'ldi Juma. Usta, men senga ish qo'shib beray. Usti beshimga chechilgan qip-qizil pullar ko'z yaproqlaridek to'kildi. Ko'zlarimdan oqqan yoshlarim to'xtovsiz to'kiladi. Shunchalik ta'sir eg'izimni o'rnatdi. Bu sissiq pullarni chekanga tong. Sen odam-u, hayvon. Men qilganlarimning qisosini hamon tatsa. Xudo jazoni berar ilohim. Men hayvonmi yoki odammi? Buni bilmoqchi bo'lsang, hayvonotlar bog'chiq berib, eliq to'moq qafasga qarab boqqan tomosha. Dada. Jinim dada. Men
dadamni chaqirib öksüp yig'ladim. Yirtilib to'pchang'a milangan kiyimlarim, tayoq yeb og'riyotgan tanlarim, xo'rinib yig'layotgan yuragim datlarimga dat qo'shib ichinishlik nola qilmoqda edi. Ah xudo, endi qanday qilaman? Dadamga qaysi yuzim bilan qarayman? Maktabdagi savodoshlarim orasida qaysi yuzimni ko'tarib yuraman? Acaba bu qabohatning davomi o'limmi? Men endi o'lishim kerak. Cho'qim shunday qilishim kerak. Yaqrayla. Sen o'lsang bo'lmaydi. Bu işte sening mas'uliyating yo'q. Hammani qilgan aşağı hayvanlar. Faqat senda oldirab haqqi ishonganlikning savallik bor. Mushu ish uchun o'zingni o'limga istasang, dadam qanday qildi? O'ylab baqdingmi? U faqat bu dunyoda senila deb yashadi. Sen cho'qim dadamni deb bo'lsa-mu, baxting uchun kurash qilishing kerak. O'lib olsang, Xudoim seni kechirmaydi. Tuyg'undagi biraylan meni o'lib olmaslikqa, qaytadan yashab, istiqbolim uchun kurash qilishga da'vat qilib, menga tasalli beryapti. Tun qo'yinda ko'zni qisib jimirlayotgan yulduzlar, sayning salqin shamolning suyishi bilan shivirlayotgan chaqandi yantaqlarmi uning so'zlarini qo'llayotgandek qiladi. Uzoq o'ylangandan keyin o'rnimdan dast turib, janubni nishonlab yo'l oldim. Alhazal 1 soat mangandan keyin asfalt yo'lga chiqdim. So'mkamdan telefonni ilib, uning yo'riqida aynaga qarab cho'chib ketdim. Ko'z oldimda yuzlari ishigan, ko'zlari cho'g'dek qizargan, sumbul chachlari to'pchang'a milangan ko'rimsiz bir qiz qarab turadi. Aynakdagi bu qizni ko'rib, ko'nglim yana buzildi. Tova, shundoq umaq, g'uborsiz qiz eding g'urayla. Endi nima deb? Birdan asfalt yo'lning tovanli qismidagi gullikdan suvning shirildigan ovozi anglandi. Qadimimni shu yoqqa burdim. Gullikning qirg'oqidagi turbidan bulduqlab suv yiqotdi. Turbining yeniga kelib, yuz ko'zlarimni yuyib, kiyimlarimdagi to'pchanglarni surtib, chuvilgan chachlarimni taragandan keyin cho'ng yo'lga chiqib, bir mashinani to'sdim. Ta'limga telefon qilib uzun o'tmay yotoq binosiga qaraydigan ayol eshikni ochdi. Uyquchilikda u taq turqimga diqqat qilmagan bo'lsa kerak, ortiq gap qilmadi. Men yotoqqa qarab qadimimni tezlatdim. Yotoqqa kirib, kiyim-kechaklarimni tuzab, karvatga chiqqanimda soat 3dan oshgan edi. Yotqinimga beshimni tiqib, damdardek puqildab yig'lab ketdim. Dadamning aşı mehribon, miskin simasi yoshlarim orasiga sho'ng'ib, yurak bag'rimga oqmoqda edi. Atsi mijozimning yo'qligini bahona qilib, darsga chiqmadim. Yuz ko'zlarimdagi ishigan yerlarni savodoshlarimga palanpaydan yiqilib tushdim deb tushuntirdim. Ularning ko'nglida nima deb o'ylaganini bilmayman. Lekin menga yolg'on so'zlamaslikka amal yo'q edi. Ko'nglimda Adilni meni saqchiga ma'lum qilishimdan qo'rqib, allaburun tikivatdi deb o'ylagan edim. Lekin u ketmabdi. Tushdan keyin savodoshlarim darsga chiqib ketgan edi. Eshik chekildi. Açsam, o qo'lda bir dasta atirgul tutib qarab turibdi. Tüy! Qanday kirding hayvon? Qizlarning yotoq binosiga asli o'g'illarni kirgizmaydi-ku. Odam chaqiramdim yo o'zingni bilib chiqdimsan? Shu eliq ayolga ozroq shu. Bo'ldi. Nima qilganing bilan ko'rim yo'q. Yuzingga yana tükürishimdan burun ko'zimdan yo'qol. Rayla, meni kechirgin. O'qish bitganda seni olaman. Menga ishon Rayla. Oqshom nas bo'lib kelib, shu endi u birini meni chekmayman. U shundoq davitib qo'ldagi gulni menga uzatdi. Men uning qo'lidagi gullar orasidan bir gulni yulib oldim-da, barglarini uzib yerga tashlab etgandan keyin uning ko'ziga tangladim. Bu qanday gulkan? Men sendan bu qanday gulkan deb so'radim. Satmikan?
Şundaq. Sen mi mening mushu gulning bergidek pak g'uborsiz nozik bergimni to'zitgan mal'un hayvonsan? Qara, bu gul bergileri bachaqda shundoq chiroyliqdi. Endi orzuliqdek nemiz qoldi? Degina. Mayli nimani bo'lsin seni olaman. Olaman? Ochiq kulgandan u kayniga necha qadam santirilib ketdi. Senmi o'g'il bolama? Bu gap og'zingdan qandoq chiqdi? Meni haq tutib berib qandingmi? Yana bir tutib beray dedingmi ya? Yo'qol! Hayvon! İşikni yepipla o'zimni karvatga tashladim. Faqat yig'lamay savr qilay deb shuncha tirishgan bo'lsam-mu, yoshlarim mendan chaqqan kelib, mangzimni o'ldib, ig'zimga quyildi. Qalbimga o'g'dek uyib ketgan bir azob, yuragimni yo'pirmoq qurdidek g'ajilmoqda edi. Aradan 2 oy o'tib ketdi. Adilmi mendan necha qitim shapaloq yeb, yuz ko'zlariga chachirgan tukrukdan qo'rqdimi qandaq, oldimda qayta paydo bo'lmadi. Faqat nagan-naganda mevlik baqqa o'g'irliq kirmoqchi bo'lib, sho'rdan maravatgan kichik boladek keynimdan qarab qo'yatdi. Men bu azobli o'tmishni unutib ketish uchun tirishayotgan kunlarda o'zimni ko'rilayotgan normalsizlikdan va do'stimning sanjib og'rishlaridan ansirab, shaharning chetiga joylashgan bir doktorxonaga berib, o'zimni tekshirdim. Koridor ichidan kelayotgan dori o'qillarning ochiq purqi, her yanғы patparaq bo'lib yugurishayotgan doktor sestralar, kasal azobidan chir-chir chiqirib yig'layotgan bemorlarning ovozlari qo'shilib, ko'nglimni sarosimga solmoqda edi. Mana bu tekshirish qog'ozi 3-qavatga chiqib mas'ul doktorga ko'rsatdim. Meni betipliq ultra to'lqinda tekshirgan doktor qiz chiroyimga lappida bir qarab etgandan keyin tekshirish qog'ozini qo'limga tutqizdi. Ig'ir qadamlarimni tasdiq etkab, mas'ul doktorning yoniga kirdim. O'dildagi ustalda o'ltirgan, 40 yoshlardan halqagan, qop-qora sochlarini oq posmasining ichiga chim-chimkib olgan semizgina ayol doktorni ko'rib, yuzim o't bo'lib yondi. Navot ahvolim gumonimdagidek chiqsa, qandoq qilguliq. Shularni xiyol qilib, kaynimga yonay deb turishimga, doktor ishchimligini bilib olgandek, qo'limdagi tekshirish qog'ozini tezla oldida meni o'ltirishga taklif qildi. Bayı ciddiyetçilikte dikkat qilmagan bo'lsam kerak. Yandagi o'rinda budri sochlari to'zg'ib turgan, oppoq xalat kiyib olgan yoshli bir yigit ifodasiz qarab o'ltiradi. Tova dedim ichimda. Ayollar bo'limida bu doktor nima ish qilgandi? Ismingiz Raylama? Ayol doktorning tom, ammo siliq ovozidan cho'chib ketdim. Yo'ldishingiz nima ish siz bilan birga kelmadi? Men tilim eg'izimga kaplashib qolib, gap qilolmay qoldim. Nima gap bo'lsa, tatinmay davering. Biz doktorlar maxfiyatlikni saqlaymiz, qizim. Men doktor nima qildi degandek bayamga doktorga qardim. Qo'rqmang, bu yigitmi doktor? Ya'ni mening inim bo'ladi. Aqsuda xususiy doktorxona ochdi. Doktorxonamizga bilim oshirg'ili kelgan. Ahvolingizni tafsiliy demisingiz bo'lmaydi, qizim. Mening o'ng'aysizlanayotganimni doktor bildimi qandaq o'rindan turib chiqib ketdi. Uning chiqib ketishi bilan tang ayol doktor endi tang degandek menga tikildi. Hada. Men ko'z yoshlarim quyilib, lavlarim titrashga boshladi. Qo'rqmang, qizim. Men sizning o'z onangizga o'xshash, nimish bo'lsa davering. Doktorning yumshoq qo'llari yoshlarimni etdi. Hada. Men boshqalarning bo'zak qilishga uchragan. Mening erim yo'q. Men o'quvchi. Bu gaplarni shunchalik tasdiq edimki, o'zimni sezmagan holda doktorning bag'riga etildim. Yig'lamang, qizim. Zodi nimish bo'lib, bu ish bo'lgan.
meni onangizning o'rnida ko'rsangiz, menga ayting, bo'lamdi? Doktor chachlarimni siladi. Men shunchalik hayratga kelib, bo'lgan ishlarning birini qoldirmay, bu mehribon doktorga so'zlab berdim. U o'zining osh mehribon simosi bilan ko'zimga o'z onamga o'xshash ko'rinib ketgan edi. Qizim, nemishqa vaqtida saqchiq ma'lum qilmadingiz? U vijdonsiz, hozirmi maktabda bormi? Bada. Ma'lum qilay degan. Lekin dadam bu ishni biz cho'qib ko'tarmaydi. Mening onam o'lib ketgan. Dadamdan boshqa hech nimam yo'q. Uning ustiga bu ish maktabga yilib kelsa, men maktabdan aydilaman. O'qishim butkul ko'p vaqt qolmadi. Doktor og'zini tast o'malatdi. Mundaq ish qizim. Bo'yingizda qapti. Uning ustiga bola yotqining sirtiga o'rnayapti. Bu ahvolda bolani operatsiya qilmay olg'il bo'lmaydi. Bu gaplarni anglab, bir yuragimga g'ashli qilib pichoq tiqqandek tipirlab ketdim. Har qancha bo'lsa-mu, bundoq bularni o'ylamagan edim. Qanday qilamiz qizim? Uni soqchixonaga ma'lum qilsak, elimi ketishmaymiz. Obdaroq o'ylab beqing. Hada. Bo'ldi. Soqchim ma'lum qilmaydi. Ben o'zim bir amalni qilay. Operatsiya qildirmasam sodi bo'lmamda. Boshqa amal yo'qmidi? Yo'q. Uningdan boshqa amal yo'q. Vaqt uzrab ketsa, sizgimi tez. Eng yaxshisi ta'tilda uyingizga qaytmay operatsiya qildiring. Siz texi yosh. Oldingizda nurg'un ishlar sizning qilishingizni kutib turdi. Siz bel qo'yib o'tmang. O'zingizning shundaqla dadangizning baxtiyor kunlari sizning tirishchiligingiz badaliga borliqqa keldi. Siz hamon bir kuni haqiqiy sevgiga, chin muhabbatga erishsiz qizim. Bu mumkin bo'lamadi. Menda qizga bu jahonda yana o'rin bormidi? Albatta o'rin bor. Undaq ro'yingizni tushiradigan tushkun gaplarni qilmang. Siz g'ayrat qilsangizlar, Alloh sizga saodat ato qiladi qizim. Lekin ada operatsiya pulindaysiz-ku qachon? Bo'pti. Sizga qilgan yordamim bo'lib qolsin. Meningmi siz bilan tang bir qizim bor. Beijingda xizmat qildi. Siz ko'zimga o'z qizimdakla issiq ko'rindingiz. Tayyorligingizni qilib keling. Amal bor operatsiyani tezroq qilib. Shunda qilib ta'tilga qo'yib berish bilan tang dadamga kursda o'qiydigan bo'lib qoldim deb tunji qitim yolg'on aytib telefon berdim. Dadamning telefondagi ma'yus ovozidan meni shunchalik sig'inganligi chiqib turadi. Mendimi nima amal? Men dadamni shundoq sig'ingan edim. Lekin ahvolim shundoq tursa. Operatsiyani xosiyat doktor o'z qo'li bilan qildi. Men taki saqiyib maktabga borguncha uning uyida turib davolandim. Xosiyat doktor bekmi aldirash bo'lg'ashqa halimdan yiliqi kuni men doktorxonada ko'rgan yigit yana xosiyat doktorning inisi xabar oldi. Uning ismi Vali bo'lib, tex to'y qilmagan ekan. Men ichgan uygurlarni, shogiri sho'rpalarning hammasini u o'z qo'li bilan qilib beradi. Ba'zida u so'yib bergan olma nashbitlarni qo'ldan ilayotgan chig'imda barmoqlarim uning barmoqlariga tegib ketib, yuzim o't bo'lib yonadi. Zerikib qolgan chog'larimda u aytib bergan hikoyalardan ta'sirlanib ko'z yosh qilatdim. Men saqaygandan keyin xosiyat doktor bilan Valiga cho'qim javob qaytarishni ko'nglimga pukatdim. Saqayib maktabga boradigan kuni Vali meni olib qo'yay deb turib oldi. Uning bilan darvoza oldida xo'shlashib, nech qadam ilishimg'ila u chaqirib qoldi. Rayla? Ha?
Men sizni yaxshi ko'rib qoldim, Rayla. Menga teging bo'lamdi. Uning og'zidan chiqqan bu gaplarni anglab, qoqqan qo'ziqdek turib qoldim. To'g'dan Vali. Men degan qandoq qiz? Kallangizni silkib yetib gap qiling. Bu gapni jahonda qiz tepilmagandek menga da'vatsiz-ku. Bu gapni eng yaxshi xosiyatidan anglab qolmasin. Bo'lmasa meni qattiq ranjiydi. Yilimi sizlarga yetkich qarz bo'ldi. Bu gapni yana anglamay bek azoblanib ketar ekanman. Adamga dedim Rayla. Adam qo'shildi. Nima? Men uning barmoqlari orasidan qo'limni sug'urdim-da, maktab ichiga qarab yurdim. Rayla. Shu kuni boshqacha bo'lib qoldim. Men xosiyat doktorining uyida turgan vaqtimda Dalini yoqtirib qolgan edim. Buni inkor qilolmaydim. Uning samimiy obrazi menga haqiqatan ta'sir qilgan edi. Lekin men qandoqmi o'zimni uning loyiq ko'ray? Bu ishlarni o'ylashdan qo'rqatdim. Bugun Dalining og'zidan chiqqan bunu gaplarni anglab, haqiqatan gangirab qoldim. Vay, Raylama? Ha. Men Vali. Ha. Qanday ahvolingiz? Toz yaxshi emas shuma. Qaraganda siz kelib davolab qo'ymasangiz bo'lmag'idek. Qiziq. Men ya doktor bo'lmasam, sizni qanday davolab qo'yman? Yuragimga suv sepib qo'ysangiz bo'ldi. Bu yurakka siz bo'lmasangiz faqat bo'lmaydigan o'xshaydi. Bo'lmasa doim og'rib qoldim. Aras. Adam sizni tamoqqa kelib ketsin degan. Kamisangiz xafa bo'lmaydi-mi? Shunga telefon qilishim. Ma'qul. Hozir boramdan? Albatta, hozirla. Ma'qul amsa, hozir boray. Uyga kirishimga ular meni qizg'inlik bilan kutib oldi. Ustal ustiga har xil qo'rmalar tizilgan bo'lib, oppoq ko'ylak bilan qari ishdan yarashtirib kiyib olgan Vali ko'zlarimning ichiga boqatdi. Qizim, biz siz bilan tanishgandan keyin chiqishib qoldik. Bugun sizni uyga chaqirishdagi maqsadim sizni oilamizga kelin qilib olaymikin deyman. Biz sizni bu ishga majburlamaymiz. Qani obdaroq o'yinib beqing. Navada Valini o'zingizga loyiq ko'rsangiz, qabul qiling. Bo'lgan ishlardan uning xabari bor. Bu sizga muayyan. Vali sizni jon dili bilan suydi, shundaqla qadrlaydi. Men buni obdan tushunaman. Shu topda Valining sizdan boshqa qizga faqatla qarg'usi yo'q. Balki bu taqdirning o'rlashtirishi bo'lsa kerak. Taqdirsiz qil tavirmaydi emasmi? So'g'uqqonlik bilan o'yinib beqing. Biz sizning javobingizni kutamiz. Menimcha, sizning chanqagan qalbingizga, yaralangan yurakingizga Vali shifoliq yomg'ir bo'la oladi. Men buningga ishonaman. Bu gaplarni anglab, o'ylanib qoldim. Bu chin yurakdan chiqqan so'zlar edi. Demak, ular menga haqiqiy chin muhabbat bermoqchi ekan. Ular mendek qurib qaqshal bo'lgan bechora gulga mehr muhabbat yomg'ir yog'dirmoqchi bo'lyapti. Bu menga taqdirning ato qilgan azoblardan keyingi sungan eng cho'ng so'g'isi edi. Men bu muhabbatni rad qilolmaydim. Ham rad qilishga ko'nglim unamaydi. Yuragim Valining ismini atab shivirlayotgan bu daqiqalarda hayot menga umid va ishonch ato qilyapti. Rayla, qara Adilni saqchilar izlab kelibdi. Nima shopdi? Bilmadik, tez bular bila chiqib kiraylik. Gerçi Adilga tish tirnog'imcha o'sh bo'lib ketgan bo'lsam-mu, saqchilarning uni nima sababdan izlab kelganiga qiziqib, ular bilan birga chiqdim. Maktabning oldida bir saqchi mashinasi olib bo'lmas chirig'ini yildirilib turadi. Ikki saqchi qo'liga po'lat qo'y selingan Adilni mashin tarafga yo'lab akitayotdi. Birdan qulog'imga atrofdagi kishilarning qilishayotgan gap so'zlar kirib qoldi. Şu an böyle
Nima ish bo'ladi? Zab chekib elib setibga. Xudoyim, tova. Kichkin turib qilishgan ishini buni. Maktabda chekamda yoni. Bu xabarni onasi ota-onasi nima bo'lib ketadi? Odam o'qish bitirib katta odam bo'ldi deb o'ylab o'tirgan bo'lg'aydi. Shunidami? Bundaq o'zginimi o'ylamagan bunda aqlsiz bir nimaga ish og'ritganning nima foydasi? Jajni yapti. Xo'p bo'pti. Hash-bash tugichi saqchi mashinasi ansiz chayqirab yurib ketdi. Men nemish qilib xiyolga patqinimcha turib qoldim. Aradan qanchalik vaqt o'tganligini bilmayman. Bir chaqda mashinaning signal ovozini cho'chib kaynimga qarsam, oppoq kichik mashina endi men qarab turgan Valini ko'rdim. U tezda yanimga keldi. Qanaqa ahvolingiz? Yaxshi, o'zingizchi? Mening yaxshi. Ajab, bu yerda turibsiz-ku. Ha, mundaqla ishim chiqqan. Jirom, mashina ichiga chiqib borangizlar. Qarang, to'nab ketganingizni. Uning issiq alqanlari barmoqlarini arsiga oldi. Bu kimning mashinasi? Ajab chiroyli-ku. Mening mashinam. Sizni qaynotamning oldiga mushu mashinaga chiqib operaym deyapman. Qanday bo'lamdi-ku, yangi setib oldim. Pek chiroyli-ku. Bozor aylang'ach, birga tamoq yeb kelamdik. Sizni seg'inib kelgandim. Mayli. Jiramiz. Mashina yangratqusidan shodimon bir kuy yangrayotdi. Bu men uchun eng go'zal daqiqalar edi.